Shu yana keldik eski obyektga. Bu yerda plitkasi polni tugagan. Patologini boshladik. Bu yerda 2 etaj ko'rinish. Bu yerda 3 xona uy. Bu yerdan kirganda mehmonxona darvozadan kirganda shunda 5 ga 4 bu xona gipsokardondan. Chekkalar shunaqa bo'lib avval bo'ldi. Avval ne ko'rinishi chiqdi. Bu yerga karnizda addenni tashlab qo'ydik. Mana shunaqa qilib bellarga ham kabelni chiqarib qo'yganmiz. Yuzli turba qilib teshib turib, polni kabelni mana shunaqa qilib chiqarib qo'yamiz. Bu yerda safitga ham bor. Polni kabelni tashlab qo'yganmiz. Elektrik o'zi qiladi. Qolgan ishlarini. Bu yerdan podsvetkalar ham chiqib turadi. Sim tashlab qo'yganmiz bu chekkalardan. Bu usta haqqi qancha bo'ladi desanglar, mana u basen deyiladi asli. Mana chekkasi hisoblanadi, aylanib, shu necha metr chiqsa, shu nimaga hisoblanadi, pagan metriga. Bu plashatka yerimiz, bu ichi kvadratiga hisoblanadi. Bu $10 ketadi bu. Pagan metrmi, kvadratmi farqi yo'q. Bir xil hisoblanadi. Bu chekkalar 60 bo'ladi. Shu pagan metriga $10. Bu o'rtasi ham $10 kvadrat. Mana karnizda $5 qilinadi metrini. Polni kabelini tashlab beramiz. Mana qilib bitta teshib, bunga ham sim chiqarib qo'yamiz. Bitta yerga mana qilib kabelini tashlab qo'yamiz. Shu but holati $10 bo'ladi. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, Jalotdan bo'lamiz. Polni mashina gipsokardon, liboy sложный patolog qilamiz. Shunday holatda